Havoni qaranglar go'zalligini. Yana bitta obyektimizni topshirish arafasidamiz. Hozir bu yerda katennigacha bo'lgan ishlarni hal qildik. Bu yerda tashqarida o'sha aytayotgandek Raygas talabiga javob beradigan katennik bo'ldi. Uydan tashqarida, qisqasi bu yoqda yana uy. Hozir endi sizlarga uy ichini ko'rsatib o'taman. Hop, bu yerdan kiraverish qo'l polni topli pol bo'lgan. Kelgan bu yoqda oshxona. Bu oshxonaga ham polni topli pol qilingan, plus yana bitta batareya qo'yib ketilgan. Bu yoqda kelgan o'tiradigan bitta xona bo'ldi. Hop, bu yerda yana bitta batareya. Bu yerda topli pol o'tmagan. Hop, yana bu yerda qilingan ish bu sanuzil bo'ladi. Sanuzilga ham bitta batareya qo'yib ketildi. Kelgan bitta ko'rib turganinglarga sushkaga joy tashab ketilgan. Kelgan mana bu yerda unitazga tochka, rakvinaga tochka, kelgan общий trap, kelgan mana bu yerda endi mabodo kirmoshinaga tochka tashab ketildi. Ko'rib turganinglarda mana kollektorlar yig'ilgan. Mana shu 4 talik kollektor qo'yib turib, 3 ta bitta zapasni qo'ygan. Bu yerga ham tupli pol qilib chiqib ketildi. Hop, yana botga keladigan bo'lsak, botda adashmasam yana bitta spalni bo'ladi. Hop, spalniga mana ko'rib turganinglarda ikkita batareya qo'ydik, chunki oyna har bitta oynaning tagida teplopateri katta bo'lganligi uchun mana shunaqa batareyalarni qo'yib ketganmiz. Botga lekin tupli pol qilinmagan. Ko'rib turganinglarda diafirni lenta bilan o'rab chiqilgan. Buni plus tomoni ertaga suvda torashi kengayishda trashinalar berib yormaydi. Xo'p, bu yoq endi zal bo'ladi. Xudo xolisa zalga bitta batareya qo'yib ketdik. Akkuratlik qilib botga polni hammasiga panel radiatorlar o'rnatganmiz. Panel radiatorlarni ustidagi salafanlar yechilmadi, chunki remontgacha bo'lgan paytda salafani bilan tursa, ertaga remont bitgandan keyin, mana bu malyar ishlari tugagandan keyin chiroyli qilib, akkuratlik qilib ochib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, podokonnliklarniki ham olinmagan. Inshaalloh remontdan keyin hammasini bitta akkuratlik qilib yechib, chiroyli qilib nima qilinadi. Lekin mana gips kardonchilarga gap yo'q. Mana chiroyli qilib ketibdi. Qisqasi, agar mana shunaqa santexnika xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplidomga murojaat qilasizlar. 0 dan 100 gacha hammasini cho'tka qilib berishga harakat qilamiz inshaalloh.